Qo'yaylikmi? Ha? Oldingizmi? Qanchaga to'xtang birmi? Akalar mana Qo'qon moshina bozoridan Jigulimiz baraka bo'pti. Yili necha ekan aka? 90. Puli necha bo'ldi? 20 million. Kraskasi qanaqa ekan? O, mana kraskasi toza Jiguli ko'rganimizlarning zo'r aka. Barakasini bersin. Ana akalar, Qo'qon moshina bozoridan kraskalari toza Jiguli baraka bo'pti. Aka moshina sotildimi? Assalomu alaykum. Sotildi. Qanchaga sotildi? 8 Yili necha ekan? 21. 21 tozami? Xo'p, Qo'qon moshina bozoridan 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mexanikamiz baraka bo'lsin akalar. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar, afsuslanmaysizlar. Moshina sotildimi aka? Nexia 2 sotildimi? Nexia 2. Qancha bo'ldi? 3,5. Yili necha ekan? 12. Akalar, 3,5 mingga baraka bo'libdi mana Qo'qon. Qarang aka. Honda sotildimi aka? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi? Nexia 3 sotildimi aka? Oldik aka. Qanchaga olding? 5850. Pulli bo'lsa, yili necha? Kraskasi? Xo'p aka. Qo'qon moshina bozorida mana Nexia 3 ham baraka bo'libdi akalar. Berilmabdi 5,5 mingga. Aka sotildimi moshina? Tiko'chalari, tiko'chalar. Aka hormang charchamayapsizmi? Sotildimi moshina? Qanchadan qaytyapti? 1700 qilish. 1700 qilishni bermaysiz, necha? 2003. Kraskasi? Bor petnolari. Telefon nomeri aytaylik. 90lik 506 506 0238. 0238 ga aloqaga chiqaverasizlar Qo'qon moshina bozorida. Sotildimi ekan? Yili bilan narxini aytib keting birmi? 2003-yil. Radnoy petnosi bor. 3200 dan barakasiga o'tib beramiz. 3200 dan o'tib beramiz. Telefon nomeri qoldiraylik. 90lik 90lik 293 293 2555. 2555 ga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qon moshina bozorida tiko so'raganlarga $2000 sarf qilingan ekan. Sizga ham qo'yilgan endi. Buni olib ketyapman. Ha, olib ketyapsiz. Bo'ldi. Navas sotildimi aka? Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? 6424 mi? Kraskasichi? Ha? Toza. Benzinda yurgan. Qancha? Xo'p aka, Qo'qon moshina bozoridan Damazimiz mana baraka bo'ldi. Aka bir minut. Matiz sotildimi aka, Matiz? Matiz sotildimi? Qanchadan qaytyapti? 3200 dan qaytyapti. Best. Akalar mana Qo'qon moshina bozorida Matiz so'raganlarga yili necha? 9. Telefon nomeri qoldiraylik. 94lik 174 774 60 40 da aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana Qo'qon moshina bozoridan best so'raganlarga jo'natib ham qo'yaverasizlar. Nexia birimiz sotildimi aka? Yo'q, bozordan qaytdim. Qanchadan qaytdi? 1,5 ming. 1,5 ming. Qo'shilsa beramizmi? Yili necha? Xo'p, qancha yurgan? Kraskasichi? Qo'lni. Telefon nomeri qoldiring. 95 094 22 66 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana 1,5 ming pulga berilar ekan. Nechta bo'ldi? Bilmadim. Boshi sotildimi? Moshina sotildimi aka? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi? Narxi mana Nech pul narxi? 2200 kammi? 2200. Yil necha? 2007. Telefon nomeri qoldiring. 91lik 91lik 735 735 4111. 4111. Kraskasi qancha? Asli Asbjit bo'lgan, ha? Bo'ldi akalar. Mana Qo'qon moshina bozorida Matiz so'raganlarga. Damas sotildimi? Yili necha? 2007. 2007. Kraskasi 20%. yurgani?
Salkam bir kurik. Bir kurik. Sportsmen mashinalardan ekanda. Telefon nomeri qoldiraylik. 90'lik. 90lik 562 562 44 44 ga aloqaga chiqarasizlar mashinamiz ishlari akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasiz. 2300 dollarga beradi. 2300 ga baraka qilsa bo'ladi. Labo sotildimi? Qancha bo'ldi? 7,5 to'xtang bir minut. Ketardi mashinangiz. Yili necha akam? 25. 25. Qo'qon mashina bozoridan qancha yurgan? 32 ming. 32 ming yurgan, toza. Hop, kunikalarni qilib qo'yib, smetana bormi? Propana bor. Propani bor. Telefon nomer qoldiraylik. 90 408 58 20. Nech pulga beramiz? Oxir 7,5 mingga beradi. 7,5 mingga kelib baraka qilsalaring bo'ladi. Qo'qon mashina bozoridan tayyorlab bo'ladi. Zavod balonda bo'ladi. Ber sotildimi mes? Qanchadan qaytdi aka? Olindimi? 3 mingga sotildi. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Lasetti sotildimi aka? Qancha bo'ldi? 49 ga. 9 ga 13 mi? 10. 2010 baraka. Kraska? Yurgani qancha? 138 ming? Ha, 438 ming Qo'qon mashina bozoridan Lasettimiz ham baraka bo'lib akalar. Nexus sotildimi Nexus? Sotildimi? Qancha bo'ldi? 39 ga baraka bo'libdi mana yillarni bilmaniga. Gentra sotildimi Gentra? Qancha sotamiz? 6,5 ga beramiz. Yili nechi? 17. Kraskasi? Kraskasi bir bor 20-30%. Qancha yurdi? 195 mi? 184. 184 ming. Telefon nomer qoldiraylik. 91lik 144 0250. 144 0250 ga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qon mashina bozorida Nexia bir sotildimi aka? Yo'q, qaytdi. Qanchadan qaytdi? 2400 dan qaytdi. 2400 dan. Yili nechi? 97. Yurgani? 700 mingdan atrofida. 700 mingdan. Sportsmen mashina. butun. Aha, sportsmen mashinalarimizda old orqasi butun, kraskasi 25-30% bor, ha? Shunaqa aytdi. Telefon nomerlarimizni qoldiraylik. 90 309 0012 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga Nexia birimiz qiziq bo'lsa, mana akalar, tayyor bozori bo'lgan qaytganidan. Bosinglar. Kobalt sotildimi Kobalt? Sotildi 8720. 8720. Menimcha kraskasi toza akalar buni ham. Avtomat. Kobalt sotildimi Kobalt? Qanchadan qaytdi? Qarang. O akaxon. Lasettimi sotildimi aka? Qanchaga sotamiz? 5,5 ming. 5,5 ming. Yil nechi? 2011. Kraskasi? Etletlarda bor. Etletlarda bor. Yurgani? 500 ming. 500 ming. Telefon nomer qoldiraylik. 91lik 141 91 42 141 41 52. 42. Ha, 42 52. Nech pulga beramiz? O'tamiz xolos. Ayting, yopishtirib ayting oladiganiga. 53 ga beradi. 53 ga beramiz. Akalar mana Qo'qon mashina bozoridan qop-qora Lasettimiz buklar ishdan. Gentra ham qo'yamiz. Damas sotildimi aka Damas? Damas sotildimi? Qaytyapti. Qanchadan qaytyapsiz? 4700. 4700 dan qaytyapti ekan. Yili nechi? 20-50 ming yurgan. Hozirmi? Toza. Telefon nomer qoldiraylik. 90lik 90lik 110 99 20. To'rtta baloni qo'yilgan yangi ekan akalar. Bosinglar mana. Oz mashq ustalaring beradi. Sotildimi? Qancha bo'ldi? Kobalt sotildimi aka? Nexia 2 Legenda. Sotildimi aka? Bosh sotildimi? Qanchadan qaytdi? Skuter sotildimi skuter? Sotamiz. Qancha sotamiz? 1200 ga sotamiz. 1200 ga yili nechi buni? 25. 25. Telefon nomer qoldiraylik. Nomerni bering. 99lik 439 0047. 439 0047. Kraskasi toza. Bo'ldi mana. Ha, skutercha ham ketadi bunda. Bosinglar akalar. Qarang. 2024 Damas'imiz sotildimi, qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 63 dan qaytdi. 32 ming yuribdi. Tozami? Toza. Xo'p, nech pul qilib beramiz? Oladiganlar. 6400 ga beramiz. Telefon nomer bormi? Ayting. 90lik 90lik 343 343 16 26. 1626. Akalar 13 balonlari qo'yilgan, mashinamiz tarbiyachilar tortilgan ekan, tayyor ekan. Bosinglar, yuravering ota.
Bosib olinglar aka, anasi ham baraka qilsa bo'ladi. Yana mashina sotdim. Qanchaga? 5000 ga. 5000 ga. Yaxshi, barakasini bersin. Nexia 2 sotildimi aka? Qaytdi aka. Qanchadan qaytdi? 2008 dan. Qo'shilsa berasizmi? Beramiz. Yili nechi? 9 aka. 9. Kraskasi qancha bor? 20-30%. 20-30%. Yurgani? 177 ming. Telefon nomeri qoldiraylik. 91lik. 91lik 736 0302. 736 0302. Motor korobkasi ishi yo'qmi? Motorimizni ozgina asfalti bor. Ha, bo'ladi, oladigan odam. O'tib berasizmi chipchi? Bo'ldi aka, xudo xolos sotiladi mashina. Sotildimi aka? Assalomu alaykum. To'xtang, bitta oldin tushiraylik. Matiz so'raganlar bormidi mana? Tayyor saka diskalari qo'yilgan. Yili nechi aka? 2010 aka. 2010. Puli nechi pul? 2,5 mingdan o'tib beramiz. Qancha yurdik? 303 ming. 303 ming. Kraskasi-chi? Asijit. Asbijit bo'lgan. Telefon nomeri qoldiraylik. 88lik 88lik 711 0220 ga aloqaga chiqarasiz. Ukalari bor, rullari bor. Rullari, shumkalari qilingan ekan. Rul qo'yilgan, shumka qilingan ekan. Kimga qiziq bo'lsa akalar bosib o'rasizlar. Labo sotildimi? Sotib yuboramizmi? Yili nechi? 2008. Puli nechi pul? 4,5 deyapmiz, kami bor. Telefon nomeri qoldiraylik. 90lik 858 83 98. Akalar, laboyimiz mana tayyor ekan, orqalariga zashtalar qo'yib. O'rtalaring bo'ladi. Labo sotildimi labo? 59. Sotildimi? 5900 ga 2022-yilda ishlab chiqarilgan laboyimiz baraka bo'ldi. Sotildimi? Qo'yib yuboraylikmi? Bir marta aka. Xo'p, Damas so'ragan akalarimiz, ukalarimizga 015. Yili nechi? 2024. Kraskasi? Toza. Yurgani? 16 ming yurgan. Aha, puli Puli arzonroq. 5800 ga beramiz. 5800 ga beramiz. Telefon nomer qo'yaylik. Aha. 91lik 150 259 ga aloqaga chiqarasizlar. Qo'qon mashina bozoridan Damas so'raganlarga ham tashab qo'yarasizlar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Afsuslantirmayman degan umiddaman akalar. Sotildimi ekan? 39 ga yil nechi? 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz 3900 ga baraka akalar. Sotildimi? Sotildimi aka? Qancha bo'ldi? Bir minut telefon nomeriga qo'yaylik, to'xtang. 90lik. Nechi? 306 3902 ga aloqaga chiqaverasiz. Akamning ishi juda zarur ekan, to'xtay olmadi. Pikochamiz sotildimi? Qancha bo'ldi? Yo'q, sotilmadi. Ay yaxshi. Labo sotildimi aka labo? Pikochi sotildimi ekan? Qancha bo'ldi? Bir mi? 700 dan qaytdi. Qo'shilsa beramizmi? Yo 700 ga berib yuboramizmi? Berib yuboramiz. Telefon nomeri qoldiraylik. 91lik 686 13 yil nechi? 2002-yil. O'zim bilan degan akalar mana. Dalaga mashina qidirib yurgan akalarimizga $700 ga tiko holati yaxshi ekan. Ostikmi?